Mana shunaqa aksessuarlar qaryapman, qarab o'sha aksessuarlar kerak bo'lyapti menga. Tovon tagida shporalar bor, o'shaga rosa foyda bo'ladi bu. Mana men boyagi belni tagiga qo'yadiganimiz mana hozir 4-uruvinida turibdi. Hozir nima ko'p bizda? Bel og'riq, bo'yin og'riqlari rosa ko'p, to'g'ri? Bu har bitta mushaklarga mumkin, tanani tepa mushaklariga, past mushaklariga. Lekin mana imенно bo'yinni mushaklariga zo'r ketadi bu. Mana shu narsa eng zo'r narsa. Hozir buni mana Muhammad Yusuf ko'rsatib beradi. Lekin lecheniyadan keyin qilinadigan zo'rda bu. Lecheniyadan keyin qilsa zo'r buni. Keyin sekin-sekin o'zinglarni profilaktika qilib yurasizlar. Mana bu narsa bor ekan. Tikonli yostiq. Yumshoq yostiqda yotish xohlamaydiganlar yotinglar, ko'rasizlar mazasini. Voy voy voy. Voy maza. Voy maza ekan lekin. Hop, bunisi nima ekan? O'sha kaveroq. Kaveroq. Belga, oyoq, hamma. Yotsa ham bo'ladimi bunda? Yotsa ham. Rozonni kichkina qanchalar bu, lekin jami o'tkir emas ishlar. Hatto yotsa lekin yaxshigina qonni aylantirib berar ekan. Tinib tinchimagan odamda nima o'ylab topishgan. Mana oyog'ini orasidagi mushaklarni kuchaytirishga ekan. Mana bunaqa qilib qo'yilar ekan oyog'ini orasiga. Bundoq qilib qisar ekansiz. Shuni bilishga. Lekin zo'r narsa ekan. Gap yo'q. Buni to'g'ri qo'ysangiz, qo'ningiz yaxshi aniqlab aylantirib, fo'ljasi zo'r. Xullas, oyoqni segmentarniy massaj qismi olib, mana tushdi. Mana plyajda toshlarning ustida yurgandek his qilyapman. Har kimga ham emas ekan, bu yaxshilab lecheniyalarni olib keyin qilsa bo'ladigan narsa ekan bu. Muhammad Yusuf, bu menga tegishli narsalardan tashqari nima narsalar bor deydi ekan? Kebotni so'zga mos bo'lgan sushga bor. Operatorga ochki shapka hamma narsasi bor. Ayni shu sportga bu narsa bor ekan. Dastlabkini qilib bera olasizlar. Dastlabki Shahar ichida, shahar tashqarida. Toshkent bo'ylab bu joyga dastlabki bor. Dastlabki bor xullas. Muhammad Yusufni men atletga qilib qoldiraman. Muhammad Yusuf, men nomidan kelayotganligi azizim skidga bormi? Bu aka nomlardan kesirish, ularga skidga beramiz. Bo'l gap bo'lishi mumkin emas. Bel, bo'yin, bosh og'riqlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol qabulga yozishingiz mumkin bo'ladi.